Salom do'stlar. Mahmudxon Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda Pixel Lab'da shrift o'rnatishdagi muammolar va uning yechimlari haqida gaplashamiz. Bugungi video foydali bo'ladi degan umiddaman. O'tkazib yubormasdan ko'ring. Eng avvalo yechimlardan oldin nima muammo bo'layotganini bilib olsak. Pixel Lab ilovasiga o'tamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda Pixel Lab'da shrift o'rnatilmagan. Endi Pixel Lab'ning o'zini o'rnatadigan joyga o'tdik. Bu yerda endi mana bu qaysi papkaga shriftni tashlagan bo'lsak, shu papkaga kiramiz. Mana endi kirganimizda yo'q bu. Pixel Lab'ga shrift o'rnatishda ikkinchi yo'li ham bor. Unga ham ko'rsataman, u ham o'xshamayapti. Mana ko'rganingizga bu o'xshamadi. Mana bu TTF faylini ustiga bosib turib, ko'chirish tugmachasini bosib turib, Fonts papkasiga tashlaymiz. Fonts papkasiga kirib, bu joyga ko'chirishga bosamiz va Pixel Lab ilovasiga o'tamiz. Pixel Labga o'tganimizdan so'ng mana o'tmadi. Foydasi bo'lmadi. Mana qaytadan kirib ko'rsak ham bo'lmayapti. Nima qilamiz? Xullas o'xshamadi. Nima qilamiz? Degan odamlar uchun men yechimini topdim. Yechimi hozirda Pixel Lab'ni bir xil versiyalarida shrift tushmayapti, bir xillarida tushyapti. Men bu tushadiganini Telegram kanalimga topib tashlab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanalim linkini kommentariyaga qoldiraman. Shuning bilan videomiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling. Sizlar bilan Mahmudxon bo'ldi.